Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni teridagi jigarrang dog'lar mavzusi bilan tanishtiraman. Inson tanasining barcha sohalarida jigarrang sarg'ish dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Bunday hosilaga fiziologik omillar sabab bo'ladi va aytarli xavf tug'dirmaydi va ortiqcha noqulaylikka sabab bo'lmaydi. Lekin ayrim hollarda ular dermatit, temiratka kabi teri kasalliklari, hatto onkologik kasalliklar belgisi bo'lishi mumkin. Terining usti qavatlarida melanin moddasi ishlab chiqariladi. Agar shu modda me'yoridan oshib ketsa, terida to'q rangdagi dog'lar paydo bo'ladi. Ular ko'pincha tananing ishqalanuvchi sohalarini qamrab oladi. Terida jigarrang dog'lar paydo bo'lishining yana bir sababi yosh ulg'ayishi bilan organizmda gormonal balansning izdan chiqishidir. Organizmda ayol gormonlari kamayishi, hayz siklining buzilishi, terida qoramtir dog'larning ko'payishi, bular bari klimaks bilan bog'liq muammolar. Bunday dog'lar kuzatilganda ularning ko'payishi, teridan biroz bo'rtib chiqishi, rangi yanada to'qlashishi, jarohatlanishga moyil bo'lishi, qonashi ogohlikka chaqiruvchi alomatlardandir. Bunda vaqtni o'tkazmasdan onkolog shifokoriga murojaat qilish darkor. Salomat bo'ling.